ganini his qildi. Yana kimdir esa yuragidagi eng og'riqli haqiqat bilan yuzma-yuz kelib, endi ortga yo'l qolmaganini angladi. Eng dahshatlisi shundaki, bu voqealarda eng ko'p azob chekayotganlar aybdorlar emas, aynan qalbi pok odamlar bo'lyapti. Samiraning atrofida aylangan barcha voqealar endi oddiy oilaviy tushunmovchilik emasligi aniq bo'ldi. Bu yerda sevgi ham bor, majburlash ham bor, rahm-shafqat ham bor, lekin bularning ustidan hukmron bo'lib turgan narsa manfaat va nazorat. Faridning Samirani uyga qaytarmaslik uchun qilayotgan urinishi tashqaridan qaraganda o'g'liga kuyinayotgan ona qiyofasida ko'rinadi, lekin uning ichida juda xavfli bir qo'rquv bor. U Samirani inson sifatida emas, Akbarning ruhiy tayanchi sifatida ko'ryapti. U qizning ko'nglini emas, o'g'lining odatini saqlab qolmoqchi. Mana shu nozik farq juda muhim. Chunki kimdir seni sevganidan emas, kimgadir kerak bo'lganing uchun yoningda ushlab qolsa, o'sha joyda mehr emas, qaramlik boshlanadi. Akbarning Samira yo'qligini sezib uyidan chiqib ketgani qismdagi eng alamli sahnalardan biri bo'ldi. U bu bilan hech qanday katta gap aytmadi, lekin uning butun ruhiy holati shu bitta harakatda ochildi. U Samiraga o'rganib qolgan. Bu oddiy ko'nikma emas, bu yolg'izlikdan qochish, mehrga yopishish, o'zini tirik his qilishga urinish. Akbarning muhabbati begunoh, lekin shu beg'ubor tuyg'uning o'zi ham keyingi qismlarda fojianing markaziga aylanishi mumkin. Chunki u Samirani qalban deb qabul qilgan bo'lishi mumkin, Samira esa hali o'zining kimning hayotida, qaysi maqomda turganini hazm qila olmayapti. Demak, bu yerda bitta yurak sevib ulgurgan, ikkinchisi esa hanuz shok ichida. Samiraning ruhiy holati esa bu qismning eng og'ir qatlamini tashkil qildi. Uning ichida ikki xil azob bir paytda kurashyapti. Bir tomonda onasining yiqilishi, oilasining parchalanayotgan ishonchi, otasining sukuti va yashirilgan haqiqat bor. Ikkinchi tomonda esa Akbarning unga bog'lanib qolgan taqdiri turibdi. U hozir na haqida o'ylay oladi, na o'zini erkin his qila oladi. U o'zini go'yo tanasiga sig'mayotgandek his qilayotgani bejiz emas. Bu oddiy ranjish emas, bu shaxsiyatning larzaga kelishi. Insoniyal deganlar faqat uning ko'zini emas, butun kelajagini qorong'ulashtirib yuboradi. Samira aynan shuni his qilyapti. Undan tanlov huquqi o'g'irlangan. Samiraning dadasi qism davomida eng murakkab obrazlardan biri bo'lib ko'rindi. U butunlay yomon ham emas, butunlay haq ham emas. U va'da bergan, vaziyatni boshqaraman deb o'ylagan, vaqt hammasini yumshatadi deb umid qilgan. Lekin shu umid uni eng katta xatoga olib keldi. Ba'zan odam yomonlikni qasddan qilmaydi, lekin haqiqatni vaqtida aytmagani bilan undan ham katta zulmga sabab bo'ladi. Samiraning dadasi aynan shu nuqtada yiqildi. Uning har bir gapida pushaymonlik bor, lekin bu pushaymonlik juda kech uyg'ondi. Endi u oilasini saqlab qolmoqchi, lekin oilani yemirgan narsa aynan uning sukuti bo'lib chiqmoqda. Sayyaraning o'ziga kelib, qizining taqdiri haqida haqiqatni talab qilishi qismning haqiqiy portlash nuqtasi bo'ldi. Shu paytgacha yashirinib yotgan barcha gunohlar bir ayolning yuragi orqali o'tib, butun dardini yuzaga chiqardi. U faqat qizini nogiron yigitga uzatishganidan ezilmadi. U o'z umr yo'ldoshining ko'ziga qarab yashab, aslida uning sukutiga aldanib kelganini his qildi. Ayol uchun eng og'ir xiyonatlardan biri sevgan odamining yolg'oni emas, o'zini himoyalangan deb bilib yashagan tuyg'usining sinishi bo'ladi. Sayyara aynan shu sinishni boshidan kechirdi. Endi uning ko'zida faqat kuyov masalasi emas, eriga bo'lgan ishonch ham qulab tushdi. Bu qismdagi eng xavfli kuch esa Ikrom va uning atrofidagi odamlar tomonda ko'rindi. Nogiron bolakay atrofidagi sahna bir qarashda alohida chiziqdek ko'rinadi, lekin aslida u ham shu serialning umumiy zulmatiga xizmat qilyapti. U yerda ham odam taqdiri bilan o'yin bor, rol o'ynatish bor, haqiqatni kerakli tomonga burish bor. Bolaga sog'aygandek ko'rinishni buyurish juda kichik epizodga o'xshaydi. Lekin bu sahna serialdagi eng muhim ogohlantirishlardan biridir. Bu dunyoda odamlar dardni ham sahnalashtirishga tayyor bo'lib qolgan. Qachonki bir kasallik ham foyda uchun ishlatilsa, bilingki, keyingi bosqichda odam sha'ni ham, sevgisi ham,
oilasi ham shafqatsiz savdoga chiqadi. Shirinning shu bemor bilan bog'liq muvaffaqiyati esa voqealar ichida yorug'likdek ko'ringan bo'lsa-da, aslida bu ham kelajakdagi burilishlar uchun kalit bo'lishi mumkin. Uning mehnati tan olindi, uni yuqoridan maqtashdi, hatto katta odamlar e'tibor qaratdi. Bunday paytlarda seriallar odatda qahramonni ko'tarib qo'yadi va aynan shundan keyin uni og'irroq sinovga tashlaydi. Shirin hozir o'z ishida kuch topyapti, otasining dardida sabr topyapti. Lekin menimcha, u hali oilaviy sirlar va Ikromga aloqador yashirin o'yinlarga ham tortiladi. Chunki halol va malakali odamlar bunday dunyoda ko'pincha manipulyatsiya qilinadi yoki ulardan qurol sifatida foydalaniladi. Shohrux atrofidagi haqiqatlar ham juda sekin, lekin o'ta og'ir ochilyapti. Uning asl kuyov bo'lmagani, to'yda ukasining o'rniga turib bergani, bularning bari bir paytlar vaqtinchalik chora deb o'ylangandir. Ammo vaqtinchalik yolg'onlar eng uzoq yashaydi. Chunki odamlar ularni keyinroq to'g'rilaymiz deb boshlaydi. Keyin esa o'sha yolg'onni saqlab qolish uchun o'nlab yangi yolg'on qurishga majbur bo'ladi. Mana hozir ham aynan shunday bo'lyapti. Har kim biror odamni asrash uchun jim qolganday, lekin aslida hamma o'zini va o'z obro'sini qutqarishga urinyapti. Faridning Samiraga qilgan bosimi bu qismda juda nozik, lekin juda tahlikali shaklda berildi. U Samirani majburlamayotgandek gapiradi, ammo har bir iltimosi ortida hissiy majburiyat bor. Akbar seni kutyapti. Akbar senga muhtoj. Akbar sensiz yemayapti, deya Samiraning vijdoniga tirmashmoqda. Bu juda xavfli usul, chunki bir ayolni muhabbat bilan emas, rahm bilan nikohda ushlab qolish eng katta fojiaga olib keladi. Rahm uzoq yashamaydi. Vijdon bilan qurilgan munosabat esa bir kun kelib nafratga aylanadi. Samira hozir achinyapti, lekin hali sevib ketgani yo'q. Farid esa aynan shu ikki tuyg'uni atay aralashtirmoqchi. Samiraning meni ham kimdir o'ylaydimi degan ruhiy holati butun qismning yuragi bo'ldi. Chunki shu jumla ichida uning butun fojiasi yashirin. Hammaning tilida Akbar bor, onasi bor, dada bor, qudalar bor, obro' bor, lekin Samiraning o'zichi. Uning roziligi qayerda? Uning orzusi qayerda? Uning muhabbati, qo'rquvi, g'azabi kimga kerak? Mana shu savol hali serial ichida to'liq javobini olgani yo'q. Va aynan shuning uchun kelajakdagi eng katta isyon ham Samiraning qalbidan chiqadi. Hozir u ezilgan, titragan, charchagan. Lekin uzoq ezilgan qalb bir kuni o'z ovozini topadi. O'sha kun kelganda esa hech kim uni yana avvalgidek boshqara olmaydi. Bu qismdagi mayda detallardan biri juda katta ma'no berdi. Akbarning har kuni ovqat yemay xarxasha qilayotgani, Samira ketganini sezib, tamomila o'zini yo'qotgani. Bu faqat erkalik emas, bu uning ruhiy bog'liqligi kasallik darajasiga yetayotganini ko'rsatadi. Agar bu holat davom etsa, keyingi qismlarda Akbarning sevgisi himoyaga emas, tahlikaga aylanishi mumkin. Chunki odam sevgisini yo'qotishdan qo'rqsa, u ba'zan seviklisining erkinligini ham dushman deb ko'ra boshlaydi. Menimcha, Akbar oldinda ikki yo'ldan biriga kiradi. Yoki Samirani haqiqatan tushunishga harakat qiladi va uning og'rig'ini qabul qiladi, yoki qo'rquv ichida yanada qaysarlashib, hamma narsani yanada chigallashtiradi. Ikrom va uning onasi tomonidan eshitilgan gaplar esa serialning katta, chuqur qasosi hali tugamaganini ko'rsatdi. Bu yerda eski alamlar hali ham tirik, sirlar ochilib ketishidan qo'rqayotgan odamlar bor. Ozod degan ismning tilga olinishi, yashirin kvartira, chekkaroq joy, odamlar bir-birini tanimaydigan mahalla, bular oddiy fon emas. Bu kelajakda kimnidir berkitish, kimnidir ko'chirish, kimnidir yo'qotish yoki biror katta rejaning pishib borayotganini anglatadi. Demak, faqat Samira va Akbar masalasi emas, undan ham kattaroq fitna serial ichida qaynab yotibdi. Hozircha u butunlay yuzaga chiqmagan, lekin iplarning uchlari allaqachon ko'rina boshladi. Endi bashoratlar yanada keskinlashadi. Menimcha, eng yaqin portlash sayyara bilan eri o'rtasida bo'ladi. U endi bu haqiqatni oddiy tushuntirish bilan hazm qilmaydi. U erining sukutini xiyonat deb qabul qiladi va Samiraning taqdirini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Bu esa qudalar o'rtasidagi kelishuvni butunlay buzishi mumkin.
Agar sayyara keskin turib olsa, Samirani qaytarib olish uchun katta to'qnashuv boshlanadi. O'sha paytda Farid ham, Ikrom ham, qolganlar ham o'zlarining asl yuzini ko'rsatishga majbur bo'ladi. Akbarning yo'qolishi ham shunchaki qidiruv sahnasi bo'lib qolmaydi. Bu voqea Samira bilan Akbar o'rtasida yangi, juda og'riqli uchrashuvga sabab bo'lishi mumkin. Balki Akbar Samirani izlab boradi. Balki aynan Samiraning oldida topiladi. Balki Samira birinchi marta uning sevgisidagi dardni to'liq ko'radi. Lekin shu bilan birga, bu uchrashuv Samiraga yanada og'irroq ruhiy zarba berishi ham mumkin. Chunki u hali ham o'zining aldanganligini unutgani yo'q. Akbarning muhabbati qanchalik sof bo'lmasin, u Samira uchun yolg'on ustiga qurilgan hayotning timsoli bo'lib qolmoqda. Shohruh bilan bog'liq sirlar ham hali to'liq ochilmaydi. Menimcha, u o'zini chetga olib qochishga urinsa ham, serial uni yana markazga qaytaradi. Chunki to'yda ukasi o'rniga turgan odam oddiy kuzatuvchi bo'lib qololmaydi. Uning vijdoni, uning o'rni, uning Samiraga yoki oilaga bo'lgan haqiqiy munosabati hali albatta portlaydi. Balki u chin haqiqatni ochib tashlaydi, balki buning aksi bo'lib, hammasini yopishga urinishda yanada botadi. Har ikki holatda ham u keyingi bo'ronning markazida turadi. Shirin tomoni esa sokin, lekin muhim parallel chiziq bo'lib qoladi. Otasining sog'ayib kelishi, uning qiziga suyanch bo'lish istagi, uy ichidagi iliqlik, bularning bari serialning qorong'i oqimiga qarshi turayotgan insoniylikdir. Ammo bunday iliqlik ko'pincha fojia oldidan beriladi. Menimcha, Shirin yaqin orada shunchaki shifokor yoki mehribon qiz emas, balki yirik sirlarni ko'ra boshlaydigan guvohga aylanadi. Uning halolligi kimlargadir yoqmaydi. Ayniqsa, kasallikni ham, odamni ham vosita qiladiganlar uchun. Va Engoksirida bitta haqiqat aniq bo'lib qoldi. Bu hikoyada sevgi jarohatni davolamayapti. Aksincha jarohat sevgi niqobi ostida chuqurlashyapti. Kimdir muhabbat deb yashiryapti. Kimdir oilani saqlash deb aldashyapti. Kimdir rahm deb bog'layapti. Kimdir sukut deb xiyonat qilyapti. Lekin bu qadar ko'p yolg'on bir joyga yig'ilgan ekan, endi uning qulashini hech kim to'xtata olmaydi. Samira hali yig'layapti. Akbar hali izlayapti. Onalar hali o'zicha reja qilyapti. Otalar esa hali vaziyatni boshqaramiz deb o'ylashyapti. Ammo menimcha, keyingi qismdan boshlab bu hikoyada endi hech kim voqealarni nazorat qila olmaydi. Chunki sirlarning eng yomon tomoni shundaki, ular ochilganda faqat haqiqatni emas, odamlarning asl qiyofasini ham olib chiqadi. O'sha lahza kelganda esa savol bitta bo'ladi. Bu majruh sevgi ichida kim sevgi uchun kurashadi? Kim esa faqat o'z manfaatini saqlab qolish uchun?